Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Akalarim 25-yanvar hafta kuniga xudo xolasa yakshanba Qashqadaryo viloyati Qarshi Karvon mol bozoriga yetib kelganmiz. Aka, bozor narxlari bilan ham bir tanishtirib o'ting deydiganlar uchun akalar qo'ldan kelgancha sizlarni narx-navo bilan tanishtirib o'tamiz. Bittadan laykni bosib qo'yinglar, xudo xolasa obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar bo'lsa, mayda qo'y-qo'z narxlari bilan birin-ketin ko'rsatib o'tib ketaveramiz akalar. Akalar, mana birinchi mana shu bismillohni aytib, mana shu qo'chqorlarmi bular? Umid aka, ishlar zo'rmi? Assalomu alaykum. Nechta ekan soni? Soni 12 ta. Soni 12 ta akalar. Bittama-bitta ko'rib olaveramiz. Necha oylik aka bular? 7 oy, 8 oylik akalar, xudo xolasa qo'zi qo'chqorlarimiz. Mana. Mana akalar. Boqma qo'zi qo'chqorda, to'g'rimi? Boq. Nech bo'lyapmiz? Ular narxi 3,5 kam. Bozor nech pul qildi aka? Bozor 3,200 dan so'ra. 3,200 dan so'ra, bermadingiz. 3,300 dan bo'lsa, akalar keta ekan, mana. Ko'ra olaveramiz. Telefon raqamini aytib bering, qiziqqanlar. 99 lik 708 708 54 44. 54 44 akalar. Bu ham G'uzordiki, xudo xolasa. O'zi chiqib qoldi-da, maydaroqlari qoldi. Qolganlarni nech puldan sotdingiz? Oldini 4 milliondan sotdim, Ilhom. Boqma qo'zini. Kattaroqlarini. Kattaroqlari. Kattaroqlar 4 lardan qoldi. Bular xudo xolasa 33 dan ketadi. 33 dan ketadi. Gap yo'q. Charchamay savdosi bersin. Ha. Nomer aytildi, telefon qilaverasizlar akalar. Bir boshdan akalar hozir optim oladiganlardan bittadan ko'rsatib o'taylik, keyin yakka sotadiganlardan alohida ko'rsatib turamiz. Nechta ekan aka? Narxi nech pul bo'lyapti aka bular? Hozir 37-38 dan akalar so'ralyapti. Sotildimi yo o'zi hali endimi nasib? Endi. Niyat qancha? Necha 38? 38 dan bo'lsa akalar niyat ekan. Hammasini optim so'rasa, tanlab olishga o'zgaraveradi. Tanlab olishga o'zgaraveradi. Alaykum assalom alaykum. Yaxshi sizlarni chachasiz, tinchsiz? Ha. Ha, akalar. Qo'chqormi emas? Emas, qo'chqor akalar. Boqmada, to'g'rimi? Boqma. Necha oylik edingiz? Yoshimi? 1 yoshga endi to'ladi. Dolasi shishakka chiqadi. Telefon raqamini aytib qo'ying, qiziqqanlar. 87 lik 078 0270 akalar. Izi ham xudo xolasa bor, bemalol telefon qilaverasizlar. Charchamang, sog' bo'ling. Mayli. Ha, bulardan boshlaymiz. Bular qo'z qo'chqorlarmi aka? Necha oylik endi? Bular 10 oylik, 9 oylik. Dalanikida, ha? Boqma qo'z qo'chqorlar akalar, bittadan ko'ra olaveramiz. Yeb-ichishlarda muammo yo'qmi? Yeb-ichishlarda muammo yo'q. Necha bosh endi? Ha. Bozor nech pul qildi? Hozir bu 7 tani 32 dan so'rayapti. Bularni 3,5 million. Bular 3,200 dan, ularni 3,5 dan so'rabdi. Hozir tomonlarni o'tib ko'rsataman. Niyat qancha aka? Bo'lishini aytib Kelishtirib beramiz, 50 bermaganingizga jonga tegsa berib yuboramizmi? Ayting nomerni. 88 lik 315 90 10 akalar. Mana chiqaverasizlar. Charchamay savdosi bersin. Bu tomonlarni ko'rsatib o'taylik akalar. Yana optimdan hozir ko'rsatib o'tdik, keyin bitta-bitta va yakka sotganlardan ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Ayni. Bular tirikchilik baribir mana. Qiziqqanlar bo'lsa, narxlari arzon joy akalar, 3,5 dan so'ralgan ekan. Hop. Qolganlarda mana tushirib o'tamiz akalardan. Hormang, assalomu alaykum. Salom. Charchamasiz. Nech bilyapmiz bular aka? 5 oy ham bir xillar. Emas qo'chqormi? Emas qo'chqor akalar 5 million so'mdan xudo xolasa. Bo'ylari ham 80 ga yaqin chiqadi, ha? 80 ga yaqin chiqadi akalar. Hali ancha bemalol boqsa bo'lar ekan, ay. Boqmadi. Boqma qo'chqor ekan. Akalar bunda hali juda boy. Bemalol o'sura. Sizlarni chachamiz. Mana. Hozir yuvamizmi? Sizlarni chachamiz, tinchmisiz? Rahmat. Shamol esingizda. Aytganingiz kelsin. Ha. Qarang, bozor nech pul qildi aka? 38 dan qilyapti. 38-39 dan bermadingiz. Niyat 4 danmi? 4 dan oshdi. 4 ga ozgina qo'shar ekansizlar akalar. Jivoy beslarni bilamizmi? Endi bu boqmang, endi jivoy beslarni hisoblamaslik kerak, to'g'rimi? Ha, gapi savdosi bersin, charchamang. 39 4 dan bozor so'ralyapti, bermayman deyapti akamiz. 4 dan ham iloji yo'q ekan. Endi qo'shsanglar bir amallab balki ketib qolar do'stlar, mana.
Hormay, assalomu alaykum. Nech puldamiz aka bularni? Ishlar zo'r. 5 million so'mdan qo'shqorlar, ha? Qo'shqorlar 5 million so'mdan. Bozor nech pul so'radi aka? 8,5 million so'mga ikkovini bitta joyga so'rashibdi. Berilmadimi aka? 100 qo'shsin olib ketaversinmi? 50 dan? Xudo xolasa kelishsa bo'ladi akalar. Savdosini bersin. Loyli bozor akalar, hamma joy mana loy bosib ketgan. Ilhomboy, Ehe, sen kerak, ber. ishlar zo'r. Assalomu alaykum. Charchasiz? Ishlar zo'r. Nima bo'lyapti? Chiqarsak bo'ladimi? Charuran sarqi. Yo'q, loyga hali menga gaz bozor. Nech pul bo'lyapti bular aka? 32 dan yo'q. Qo'chqorchalarmi? Necha oylik endi bular? Ha? 3 oylik shunday ketdimi? Yaxshi ko'rinishi. Mana. Nech pul deymiz buni? 3,5 deyapmiz aka. Qora quloq. Qo'chqorchami bu? Urg'och aka. Urg'och akalar 3,5 million so'm deyilyapti, kami bor. Nech pul so'rab bozor? 28-29 bo'ladi. Bermadingiz. Bermadi. 3 ga olib ketsinmi? Yegizni sherik aka. Ha. Xohlasalar mana to'lib olish naslli qo'chqor bor. Ehe. 29 ga bu necha oylik? 6 oydan oshgan. 6 oydan oshgan 29 ga berilmabdi akalar. Mana gigant bu, 4 oylik. 4 oylik qo'chqormi bu? Aniq 4 oylikmi? Aniq 4 oylik. Oho. Loyga bor. Qani? Biraylanib keldim-da, zerikkandan. 4 oylik qo'chqor. Bo'ylari ham necha chiqadi aka? Bo'ylarim aka 80 pelis. 80 lar chiqadi deysizmi? Bozor necha pul qildi? Hozir 4 million 300 ming so'rayapti. Bermadingiz. 4 million 400 olib ketaversinmi? 4,5 million deyapmiz endi. To'g'ri. O'tib beramiz. Yaqinlashibdi 4 million 300 ga o'zi. Tushsiz 2 tushibdi. Savdosi bersa charchamang. Ha. Mana buni yarimdan to'xtab qoladi. 3 oylik akalar, bittasi sog'liq, qolgani qo'chqorlar ekan. Nech puldan bermadim dedingiz? 32 dan yo'q. 32 dan berilmadi akalar. 50 qo'ysin da olib ketaversin, ha nasib bo'lsa. Deyapmiz aka. Akalar, do'lsa bir 100 dan qo'shasizlarmi, kelishaverasizlar mana. To'xtang aka, bundan o'tib ketaylik. Hop. Akalar, ko'pchilik boya sut qo'yuvchilar narx qimmat deyapti. Sababi akalar endi boshlanyapti. Fevral martga xudo xolasa sezon boshlanishi bilan tushishi mumkin akalar. Mana Hormay, assalomu alaykum. Nech pullaymiz bularni? 7,5 deyapti ona bola. Ona bola 7,5. Unisi qanaqa? Bunisi buqos qo'y. Unisi nechinchi qorin xudo xolasa? 3-qorin. 3-qoringa akalar bug'oz qo'yimiz bor. Uni nech pul deyapmiz? 4,5 deyapmiz. 4,5 million so'm. Tishi qanaqa? 6 tishmi? Ha, 6 tish. 6 tish, ha? Buni 7,5 million ona bola. Ha, ona bola 7,5. Bolasi ham 2 oylik bo'lib qolganmi? 2 oylik urg'och qo'y. Bozor nech pul qilyapti aka? Hozir 66-67. Bermayapsiz. 68 dan olsinmi? Ha, 68 bo'lsa beramiz. 68 da bo'lsa beramiz deyaptilar mana. Etsal ariqroq ekan-a lekin. Shunday dashtiki. Dashtiki ekanda. ha. O'zing ham bir olib qo'ying. O'zimda. Ha, o'z tushmaysizmi? Ha, mana. Mana shakani olib qo'ying. Yo'q, men olmayman. Savdosini bersin mana. 4,5 3 qoringa bug'oz qo'yimiz aytilyapti. Endi qo'y bilan qo'y farqi bor akalar. Sifati qanaqa bo'lsa. Aka, Hormay, assalomu alaykum. Nech pul deyapmiz bilan aka? 4 dan deyapsiz. 4 million. Bular qo'chqorlarmi? Qo'chqorlar. Ay, kichkina ham 4 milliondanmi? Yo'q, 3. Ha, 3. 2 4 dan. 2 4 dan. U ham qo'chqor ekan. Urg'och. Urg'ochi ekan. Nech pul deyapmiz buni? Va Bu tushdi dedingizmi? 3. Chuvalaymi deyman? Chuvalang ekan. Bug'ozmi? Qo'zimi hali yo'q? Hali qo'zi akalar. Nech pul qildi endi uni? 2,5. Buni 2,5 so'raldi akalar. Urg'ochi varianti chuvalangni, dumli qo'ydi. Xo'p, bular 4 dan deyilyapti. Qo'chqorlar ekan bular. Bular nech pul so'radi aka? 3,5. 3,5 dan so'rab berilmadi akalar mana. Narx-navo qanaqa bo'lyapti? Savdosi bersam. Assalomu alaykum. Hormay, zo'r ishlar zo'r chachmas, tinchsiz. Chuvalang qo'ylar akalar qiziqadiganlar bo'lsa, chuvalang qo'chqorlar. Bularni ham bir so'rab o'tamiz. Aka, chuvalanglarni nech pul deyapsiz? Assalomu alaykum. 26 dan 3 ta qo'chqorlar emas. 2 ta urg'och, bitta qo'chqor. 2 ta urg'och, bitta qo'chqor.
Akalar, xudo xolasa. Bozor nechta qildi aka? Hozir 24 so'rayapti. 24 so'rayapti. Buni men olibdimmi? Bitta o'zini Qo'chqorda 24 so'ralyapti. Bular nech puldan so'ra? Ikkalasi sotildi. Sotildi? Nech pul sotdingiz? 5 million 100 ming so'm. Ikkovi 5 million 100 ming so'mga, ya'ni 2 million 550 ming so'mdan akalar sotilibdi. Mana, ko'rib olaveramiz. Bular qancha deyapmiz? Bular 8 millionga bermayapti. 8 millionga ikkovi 4 dan akalar berilmayapti. 100-200 nech pul qo'ysan? 8,5 million sotadi. Qo'shaversin ha. Charchamay savdosini bersin. Akalar, mana bunaqa qo'chqorlarimiz 8 ga berilmayapti. 4 million so'mdan. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.